Bugun pogrushkadamiz, xudo xolasa. Bu konteynerdan keyin yana bitta konteyner bor. O'shanda yuklanadi. Hop, bugun 4 ta yuklanadi. Hop, faqat mana shu mashina sotuvda. Xudo xolasa 1 oyda kirib boradi. Hop, mana shu sotuvdagi mashina haqida qisqacha aytaman. 24 ming yurgan, nomingizga chiqishi 28 ming bilan rastamoshka bo'lgan holatda qo'lingizga tegadi. Qiziqqan aloqaga chiqaverasizlar. Qolgan ikkita Hyundai elektromobil bilan yana bitta zavodskoy propan bor edi, u sotilib bo'ldi. 8 kilometr yurgan Hyundai Porter elektromobil videolarini rosa qo'ydik buni. Bu sotilishga ulgurdi. Egalariga buyurib nasib qilsin, avtomat, Android monitor, eng full premium special deganidan bo'ladi bu. Toza mashina, yangi baribir, yangi, nima deysizlar? Keyingisi ham elektromobil 2000 dan oshiq yurgan. 2600 kilometr yurgan. Bu ham premium special toza mashina. 23-9-oy. Top-toza holatda turibdi mashina. Bu ham sotilishga ulgurdi. Hop, undan keyingi oxirgi mashinamiz mana shu 1 tonnalik Kia Bongo sariq salon 21-11-oy. Bu ham sotilishga ulgurdi. Akalar, kimga shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.